Assalomu alaykum, hurmatli Xudo shukr TV kanalini doimiy hamda tasodifiy kuzatuvchilari, yaqin qadrdonlarim, do'stlarim, akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, bizni dunyoning turli burchaklaridan turib tomosha qilayotgan, muntazam doimiy kuzatayotgan do'stlarim, qadrdonlarim, qo'llab-quvvatlab turgan aka ukalarim, barchalaringiz bormisiz, sog'misiz, omonmisizlar? Azizlar, Alloh nasib qilsa bugun 2025-yil 27-may sanasi. Shuni kecha barcha maktab bitiruvchilari ham maktablarni yakunladi. Alloh nasib qilsa bolalar kuni, bayram shodiyonalari tobora yaqinlashmoqda elimizda, yurtimizda. Bir yaxshi kayfiyatdamiz. Yaxshi kayfiyat bilan navbatdagi videorolikni sizlarga men taqdim qilmoqchiman. Bugun Akbar qassob ukamizni qassobxonani oldiga bog'langan mana shu ikkita bukani men sizlarning e'tiborlaringizga havola qilish niyatim bor. Mana ko'rib turganlaringizdek ikkilasini ham sizlarning e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman bugun do'stlar. Har doimgidek do'stlar aytamiz, har videolarimizda go'shtni narx-navosida har juma kunlari 5000 so'm skitkasi bor. Shu bilan birgalikda 10 kg undan oshiq go'sht mahsulotini xarid qilgan do'stlarimiz uchun ham imtiyozlar bor, skitkalar bor. Kafe, stolova yuritib turgan yaqinlarimiz, tadbirkorlarimiz uchun ham skitkalar bor alohida, постоянный. Agarda aldi-bardi qiladigan bo'lsalar, Akbarbek ukamizni aytishiga qaraganda, ular bilan ham kelishilgan narxda savdo-sotiq ishlarini olib boramiz deyarlar. Do'stlarim, ertaga Xudo xolasa chorshanba kuni Alloh nasib ro'za aylasa, ertalab shu ekranda ko'rib turgan buqa tayyor bo'ladi, go'sht kanarada bo'ladi, nasib ro'za aylasa. Soat 6:30 atrofida manzilga keladigan bo'lsak, manzil yana shu o'sha Qo'riqdan madaniyat markazini ro'parasida aytamiz, tayanka Akbar qassobning go'shtxonasi bo'ladi. Bu ertang so'yladigan ho'kizimiz, Alloh nasib qilsa. 2 kundan keyin so'yladigan ho'kizimiz ham manba tafsilotlarga ko'rsatib o'taman hozir. Bu buqamiz 2 kundan keyin Xudo xohlasa so'yladigan buqamiz. Endi bir joyda ikkisini kelishib og'allamini Akbarbek ukamiz shuning uchun baravar ikkalasini ham sho'ra boylayotirlar. 2 kundan keyin Xudo xohlasa so'yladi, Alloh nasib qilsa. Do'stlar,